Mening oldimga kelib, keling eko qilamiz degan bemorlar juda ko'p. Lekin ularni yarmiga eko qilishni hojati yo'q. Bu degani eko yomon degani emas, aslo. Bir xil vaqtda eko bu yagona homila bo'lish uchun yana bir imkoniyat, shans. Lekin bemorlarni teng ikkiga bo'lsa bo'ladi. Bu eko kerak bemorlar va eko qilish kerak bo'lmagan bemorlar. Eko bu aynan sizni vaziyatingizda kerak bo'lmagan vaqt va pul sarflash muolajasi bo'lib qolishi mumkin. Agar siz bir necha oylardan beri, hattoki bir necha yillardan beri homilador bo'lishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, agar ko'plab tahlillar topshirgan bo'lsangiz, ammo sizga umuman olganda hammasi yomon emas deyishsa-yu, homiladorlik baribir bo'lmayotgan bo'lsa, agar biron joyda sizning variantingiz faqat eko degan gapni eshitib qabuldan chiqib, o'zingizni hukm qilgandek his qilgan bo'lsangiz, unga videoni oxirigacha qo'ying. Chunki homilador bo'lmayapman bilan demak eko qilish kerak degan orasida ko'pincha butun bir bosqich tashlab ketiladi va ayni o'sha bosqichda muammo ancha oson hal bo'lishi mumkin bo'ladi. Eko aslida bu nima? Eko sikli bu gormonal stimulyatsiya, bu ukollar, bu ko'pincha katta mablag', bu kayfiyatdagi o'zgarishlar va bu emotsional bosim. Men buni sizlarga qo'rqitish uchun aytmayapman. Eko haqiqatdan kerak bo'lganda bu shunga arziydi. Men buni siz tushunishingiz uchun aytyapman. Bu jiddiy instrument. Jiddiy instrumentlar esa bepushtlik sababini aniqlanmasdan ishlatilmaydi. Jarrohlik ham nima kesishligini aniqlanmasdan ishlatilmaydi-ku. Nega ekoga odamlar sababini bilmasdan boradi va nimalar ko'zdan qochadi? Men doim bir xil manzarani ko'raman. Odamlarni ekoga yuborishadi, lekin eng oddiy masalalar ham hal qilinmagan bo'ladi. Birinchisi bu erkak. Erkak oddiy tekshiruvdan ham o'tilmagan bo'ladi. Ayol 1 yil, 2 yil shifokorlarga qatnaydi, lekin erkak tekshirilmagan. Hatto bir marta ham spermogramma topshirilmagan. Vaholanki juftliklardagi muammoning taxminan yarmi erkak bilan bog'liq. Ba'zan biz umuman noto'g'ri insonni davolaymiz. Keyin esa ovulyatsiya. Ayolda ovulyatsiyasini kuzatilmagan, ayol kishi o'zida ovulyatsiya bo'lmasligini bilmaydi ham. Ba'zi ayollarda ovulyatsiya muntazam bo'lmaydi. Bu esa ko'p holatlarda davolanadi. Agar bu muammoni yechsam, ovulyatsiyaga erishilsa, homiladorlik tabiiy yo'l bilan erishiladi. Yana bir muhim jihat bu gormonlar. Qalqonsimon bez, prolaktin, yetishmovchilik patologiyalari bu juda arzon tahlillar va bu masalani tezda yechish mumkin va 1-2 oyda homilaga erishishi mumkin. Ammo ba'zan ayollar yillar davomida homilador bo'la olmaydi. Sababi esa bitta dori bilan tuzatiladigan muammo bo'lib chiqadi. Keyin esa mexanik sabablari. Bu bachadon ichidagi bitishmalar, bachadon endometriyidagi poliplar, tugun va begona jismlar. Polipga keladigan bo'lsak, bachadon bo'ynidagi servikal kanaliga kiraverish joyida ham polip turgan bo'ladi va albatta u yo'lni bekitib qo'yadi va qancha ayol jinsiy aloqa qilmasin, shuncha yildan beri homila bo'lmayotgan bo'ladi va uni yo'li bitta, tashlash kerak, u polipi bo'ldi. Elementarno kresloda ginekologiический zerkalo bilan ko'rsa aniqlab bo'ladigan patologiya hisoblanadi. Menda bitta voqea bo'lgan, juftliklar kelgan, 2 yil bepushtlik bo'lgan va elementar ochib qaralganda shu servikal kanalida yuzasida polip endometriy ko'rganman va gistroskopiya bilan tezda olib tashlangan va keyingi oyni o'zida homilaga erishilgan. Bu degani bir xil masalalarni haqiqatdan ham tez yechsa bo'ladi, ekosiz ham. Yana bir jihat borki, ko'pchilik uni kamsitadi. Bu vazn, doimiy stress va holdan toyish. Organizm omon qolish rejimiga o'tganida ko'payish funksiyasini, reproduktiv funksiyasini to'xtatib qo'yadi, chunki unga hozirgi kunda omon qolish zarurroq ko'payishdan ko'ra. Bu ijobiy fikrlasang o'tib ketadi degani emas, lekin bu ham darrov ekoga, stimulyatsiyaga yugurish degani ham emas. Mening fikrimni tushunyapsizmi? Ekodan oldin bitta savolga javob bo'lish kerak. Nega umuman homiladorlik bo'lmayapti? Balkim homiladorlikka eko bilan erishish ham sizda o'xshaydi, lekin ammo homiladorlik o'smay qolishi mumkin, tushib qolishi mumkin. Buni hech ham istisno qilib bo'lmaydi. Bu mavzu to'g'risida men homiladorlikni tushish to'g'risida video rolik olganman, ko'rib chiqishingiz mumkin. Shuning uchun yaxshi shifokor birinchi bo'lib sababini qidiradi. Sizga
keyinchalik eko kerak bo'ladimi yoki yo'qmi, bu keyin ma'lum bo'ladi. Ammo boshqa tomoni ham bor. Shunday holatlar borki, eko qilmasdan iloji yo'q. Ekoni aslo kechiktirish mumkin emas. Meni noto'g'ri tushunmang. Shunday vaziyatlar borki, eko ortiqcha chora emas. Bu yagona to'g'ri yo'l. Va bu yerda kutish aslo mumkin emas. Bu bachadon naylarini yopiqligi, bu yosh kattaligi va tuxum hujayralari soni kamayib ketayotganligi, og'ir erkak faktori bo'lganda, ya'ni erkak spermogramma tahlillari yaxshi chiqmaganida, endometrioz kasalligi aniqlangan bo'lsa va ayrim vaziyatga ko'ra bepushtlik bor bo'lsa, eko ham tavsiya etiladi. Mana shu holatlarda eng xavfli so'z bu yana kutaylik, yana 1 yil, yana 2 yil, yana 1 oy deyish, tabibga boraylik, o't ichaylik, bizga o't yozib berishdi, suyuqlik tayyorlab berishdi, ichaylik, ko'raylik deyish bu noto'g'ri. Qarang, qizig'i o'zi nimada? Ekoga juda erta yugurish ham, ekoga juda kech kelish ham bitta xatoning ikki ko'rinishi. Qaror vaziyatni tushunmasdan qabul qilingan. Men eko tarafdori ham emasman, ekoga qarshi ham emasman. Men shunchaki insonlar tushunmasdan turib harakat qilmasligini va o'zlariga zarar yetmasligini va vaqt yo'qotmasligini istayman. Agar siz hozir shu nuqtada bo'lsangiz, bir necha oy yoki yildan beri homilador bo'lmayotgan bo'lsangiz, yoki sizga allaqachon sizning variantingiz eko deyishgan bo'lsa, bu xavotir bilan yolg'iz qolmang. Kechalari internet qazimang. Ko'p holatlarda sababini bitta sifatli konsultatsiyada tushunish mumkin. Pastdagi nomer orqali qabulga yoziling. Mening kanalimdagi bor videolarni ko'rib chiqing. U juda qiziq ma'lumotlarga ega deb o'ylayman. Sizga kerak bo'lgan ma'lumotlar deb o'ylayman va har kimga ona bo'lish baxti nasib etsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling va agar sizda qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, sizni boshingizda o'tgan qiziqarli hikoya bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Savollaringizga ham, ma'lumotingizga ham javob beraman. Sog' bo'ling.